Assalomu alaykum akalar, ukalar. Qarshilarda labo bo'ladi. Bu laboni biz ramasini usulini qilish uchun olib qoldik. O'zingizlar ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana zo'rdan ko'rinishi. Mashinamiz orqa qismiga e'tibor bersanglar, egilib qolgan. Ko'p yuk ortishlik natijasida va ushbu furgon noto'g'ri yasalganligi hisobiga va og'ir bo'lib ketganligini hisobiga xuddi shu holatda bo'lgan. Mana bu tomondan ko'rinishi o'zingizlar bitta ko'rib guvoh bo'lsanglar bo'ladi. Mana orqa qismi xuddi bir beli sinib qolganga o'xshagan holatda bo'lgan. Mana hozir sizlarga ramasini singanini ko'rsatib o'taman. Mana e'tibor qilsanglar, ramalari sinib ketgan. Bu holisi buni biz chiroyli qilib usulini qilib beramiz. Mana tay tomondan ko'rsatib o'tamiz. Har doim sizlarga aytib o'taman, ukalar, labomina deganlar. Mana shunaqa KAMAZ podushkasini resor ustiga qo'ymanglar. Oxir oqibat mana shunaqa holat kuzatiladi. Shuning uchun bilgan bilmaganning gapiga quloq solmanglar. Endi biz buni kuzuplarini yechib, ramasini holatiga keltirib, ramalarni chiroyli qilib kirish qilib beramiz. Xudo xolisa bitgan holatini ham sizlarga bitta olib ko'rsataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.